Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli opa-singillar, obunachilar, kanalimga yangi kirgan mehmonlar, hammalaringiz sog' salomatmisiz, yaxshimisiz? Roligimni mana shu chiroyli gulni ko'rsatish bilan boshlayin. Qarang, qarab to'ymayman-da mana shu gulga, go'zalligiga. Endi juda ko'p opa-singillarimiz mana shu gullarga, tomorqa ishlariga qiziqishar ekan. Shuni ko'rsating deb so'raganlar, shular uchun yana shu gullarim to'g'risida, tomorqa ishlarim to'g'risida kichkina rolikda qilmoqchiman. Endi so'raganlar uchun sizga agar qiziqarli bo'lmasa, mayli o'tkazib yuboring. Qiziqqanlar uchun mana gullarimiz, hurmatli opa-singillar, qarang, biri-biridan chiroyli, biri-biridan go'zal. Qarang, buni rangini qarang. Buni rangi ham boshqacha, ko'rinish ham boshqacha. Qarang, bunisi yana boshqacha. Go'zal, hammasi bir-biridan go'zal. Mana shu gul ham juda ham yaxshi gul ekan. Qarang, ranglari ham chiroyli, keyin ochilaverar ekan. Chaman bo'lib birin-ketin mana nima pushni bo'lib ochilar ekan. Mana pushni. Mana g'unchalar, yangi g'unchalar chiqazib, mana g'unchalar ochilaverar ekan qayta. Bu ham juda yaxshi gul ekan. O'rtoqlar, opa-singillar, mana shu guldan olib eking. Endi o'sha gul sotgan ayol aytgandilar, kuzgacha ochiladi deb berishgan, bilmadim. Endi mana kuzatamiz, xudo xolasa. Qancha paytgacha ochilar ekan. Mana bu gul ham yaxshi ekan, mana bu gul ham. Mana bu ham o'sha yangi g'unchalar chiqarib ochilaverar ekan. Mana bu birinchi ochilgan gul mana bunisi. Mana yana yangi g'unchalar chiqaryapti. Mana bular yangi. Mana yana bitta g'unchalari. Mana bu yerda mana bunisi ochilgan. Mana qarang, buni rangi boshqacha. Mana bu ochroq rangda, qarang. Bir-biridan go'zal gullar, hurmatli opa-singillar. Mana gullarimizni sekin sizga obzor qilib beraman. Mana bu chinni gulimiz, mana chinni gulimizni ochiladi, bu yil bu ochiladi deb berishgandi. To'g'ri ekan gaplar, mana ochilmoqchi. Mana bunisi ochildi, mana. Juda chiroyli rang ekan. Tagida mana yana juda ko'p chiqqan. O'zi mana shu joyda o'tgan yili juda ham ko'p bor edi mana shu chinni gulimdan. Lekin endi nimadir sabab bo'ldi. Nima bo'lganini tushunmay qoldim. Bahorga chiqmadi. Bitta-ikkita chiqdi xolos. Hozir o'sha o'zi chiqqan gullarimni ko'rsataman sizga. Mana bularni ham bozordan olib chiqib ekkanman. Mana ana shu gulim, ana shu o'tgan yilgi gulimdan chiqqan mana shu gul. Mana shu holatda chiqdi-da, nima sabab bo'ldi bilmayman endi o'rtoqlar. Mana gullarimiz. Hammasi bir-biridan chiroyli edi o'rtoqlar. Qarang, buni rangi yana boshqacha, ko'rinishi yana boshqacha. Mana bunisi yana boshqacha o'rtoqlar, qarang. 3 xil rang. Mana bunisi och pishdi, mana bunisi undan ko'ra to'qroq, mana bunisi to'q pishdi, qarang. Bitta tutda 3 xil rang. Hayron qolasiz-da albatta, to'g'rimi? Bunisi miyatda mana juda ham hidlari. Hidi juda boshqachada o'rtoqlar. Ha demay, xudo xolasa o'riklarimiz pishsa, nima qilamiz? Mojito qilamiz. O'tgan yili tayyorlagan edim. O'sha roligimni ko'rgan kuzatuvchilar bo'lsa bilasizlar. Juda ham zo'r chiqdi o'rtoqlar. Yaxshi bo'lar ekan. Ashundan yana tayyorlaymiz bu yil ham. Mojito tayyorlaymiz o'rigimizda. Xudo xolasa. Bu miyatamiz bor. Mana tayyor. Juda chiroyli bo'lib, mana ko'klab turibdi. Qarang. Chiroyligini qarang. Mana bu giran gulimni pastga yerga ekib qo'yganman mana. Juda yaxshi. Kichkinta bo'lib ochilib turibdi. Kichkinta. Qarang. Bu kashnich o'rtoqlar. Mana kashnechlarim ishlatsa bo'ladigan bo'lib qoldi. Yam-yashil, yangi, top-toza joyda. Ko'nglingiz tortib ishlatasiz. Qarang. O
yo'loqdan ancha 2 metr 3 metr bu tomonda pastda halol pok joyda mana hech narsa tepkilamaydi. Yuvamizda ishlataveramiz halol pok mana toza joylarda xudo xohlasa. Endi mana bu gultoj xo'rozlar, mana gultoj xo'rozlarni yagana qilib qo'ydim. Yagana qilmasangiz bo'lmaydi o'rtoqlar. Yagana qilib qo'ydim. Mana chiroyli bo'lib, ularga ham havo kerak, to'g'rimi? Atroflari bo'sh bo'lishi kerak. Keyin yaxshi o'sadi mana. Mana bu joylar endi hali loy. Avval kuni bu nima tomonlarga suv taragan edik, hali loy. Mana bu mayda-mayda o'tlar bor ichida, shularni qirib-qirib tozalab qo'yishimiz kerak. Mana bular gultoj xo'rozlar. Endi ariqchani u betida ham mana rossa chiqqan. Orasida o'tlari ham bor, gultoj xo'roz, ukurib, astra gullari. O'sha joy qoldi, endi yaganalab, chiroyli qilib tartibga keltirib qo'yaman u joylarni ham o'rtoqlar. Mana shu joylar qoldi. Mana yaganalab qo'ydim, chiroyli qilib qarang. Mana shaxmatdek qilib yaganalasangiz, xoli bo'lib, chiroyli bo'lib o'sishadi-da. Yaganalaganimdan keyin yana ham holatlari yaxshilanib qoldi, qarang. Hamma narsaga havo kerak, quyosh kerak. Qalin bo'lsa quyosh tushmaydi bir-biriga. O'rtoqlar. Mana bu joyga mana astra, mana shu joyga astra nima yo'q, astra emas o'rtoqlar, adashdim. Salviya o'rtoqlar. Shunaqa gullarning nomini ham bir-biriga almashtirib yuboraman endi. Buning uchun uzr so'rayman. Salviya gullarini ekib, xudo xolasa mana shu joydan oxirigacha, mana etagigacha, ashikda o'riklarning tagigacha ko'paytirib, xudo xolasa bu yil shularni shu joyda nima qilaman, parvarish qilaman deb niyat qilgan edim. Allohga shukr, mana salqin joyda bo'lsa ham qarayapman, tinmay nazorat qilaman. Biogomuslar soldim taglariga, chunki bu joy juda zaxda, mana qarang. Zaxligi bilinib turibdi mana. Chunki bu joy navesni pastida, mana navesni butun salqinligi tushib turadi bu joyga, mana. Navesni salqini tushib turadi. Mana shu joyda mana qarang. Shunaqa bo'lsa ham ko'karyapti, e'tibor qilib qarasangiz, doim e'tiborda tursangiz albatta ko'karar ekan, chunki hamma narsalarga ham mehr kerak-da. Shular ham mehr berganingizni biladi o'rtoqlar. Mana qarang. O'ziga kelib qoldi. Xudo xolasa mana endi yaxshi, mana holati. Mana yangi barglar chiqardi mana. Xudo xolasa gurkirab ketadi. Endi mana bu tomoni yana ham salqinligi uchun bu tomonda ko'p yaxshi ko'karmadi. Mana bu oralarida ko'karmay qoldi. Bu yog'ida yana bor. Mana bu joyda katarantus, mana shuni ham ko'klatib olsak, xudo xolasa, bu yog'i juda salqin. Nimaga desangiz, mana bu o'rikni tagida-da, mana qarang. O'rik, terak, shularni soyasi bor-da bu joyda. Quyosh tushmaydi. Shuning uchun bu joyda bir narsalarni ko'karishi qiyinroq o'rtoqlar. Shunaqa bo'lsa ham mana ko'kartirib oldim. Mana. Keshalab bo'lsa ham taglarini yumshataman. Mana qarang, zaxligini qarang. Zaxda. Endi bitta obunachimiz aytibdilar, o'sha tomonlaringizda ana u gul bor-ku. Qarang, nima edi oti o'sha gulni? Gartenziya gullaridan eksangiz bo'lar ekan deyishibdi. To'g'ri maslahat berdingiz. O'zimda ham shu niyat bor, lekin hali gartenziya guli bizni tomonlarda uncha chiqmaydi. Uning uchun men Andijon jahon bozoriga borishim kerak. Andijon jahon bozorida gul bozori bo'ladi. Juda ham katta gul bozori bo'ladi. Tanlash imkoniyati katta. Bu yil shu bora olmadim. Xudo xolasa niyatim bor. Mana shu salqin joylarga gartenziya gulini, o'sha anamalmi, bir nima degan sorti bo'lar ekan-ku, o'rtoqlar, noto'g'ri aytib qo'ydimmi? Ana shu sortidan ekmoqchiman. O'sha navi salqin joyda yaxshi bo'lar ekan. O'zim ham shuni o'ylab turibman, o'rtoqlar. Shunaqa qilmoqchiman. Lekin mana bu joyda qarang. Mana bu joyda ahvolini qarang. Mana bu rayhonning ahvolini qarang mana.
sadarayxonlar ekkan edim. Chumchuqlar bitta qo'ymadi. Hammasini mana qarang. Mana qarang. Mana bargi yo'q hammasi. Endi uni tepasida paylab o'tira olmaysiz-ku, to'g'rimi? Qo'ymabdi. Qarang. Qator bo'lib juda chiroyli ko'karayotgan edi. Chumchuqdonlar olib ketibdi. Mana bu qatorga ham salviya gullarini mana o'stirib oldim. Yaxshi holatda. Mana holati juda yaxshi mana. Mana bu tomonda ham bor. Mana bu tomonda oralarida nimalar bor? Rayhonlar bor. Mana yaxshi. Endi mana bular mana astra, gultoji xo'roz, ukrop hammasidan bor mana shu olmagacha. Bu joylarni ham albatta yaganalash kerak o'rtoqlar. Yaganalamasak bo'lmaydi. Mana bu joylar juda o'ta qalin. Ba'zi joylar o'ta qalin bo'lib ketgan. Mana bu joylar mana. Ana bu joylar. Bu joylarni siyraklatish kerak. Siyraklatsangiz keyin yaxshi ko'karadi. Bunda ham ko'karadi, o'ta nimjon bo'lib qoladi. Quyoshni yaxshi ola olmaydi, havoni yaxshi ola olmaydi o'rtoqlar. Hamma narsaga quyosh bilan havo kerak. Mana qarang endi. Mana bu qatorga mana baqlajon. Arang ko'klatib oldim. Chunki u narigi tomonga ekkan edim, ishonavering, birontasi ko'klamadi. Endi mana ahvolini qarang. Endi mashlarni katta qilib olamiz, parvarishlab olamiz bir narsa qilib. Mana bular endi mana kartoshka gulim. Mana giyargin. 4 dona ekkandim shu joyda. Shu joyga mana 2 tasi chiqdi, 2 tasi chiqmay turibdi. Mana bular gladiolus. Mana gladiolus lekin yaxshi chiqargan o'rtoqlar. Mana 4 dona piyozidan ekkan edim. Mana bu joyda chiqmay turgan edi. Mana bu joydan ham xudo xolasa mana chiqyapti o'rtoqlar. Mana ko'rinib qopti. 4-inchisi ham chiqib kelyapti o'rtoqlar. Hozir nimani ko'rsataman sizga? Bananni ham oshiqchasini olib tashlaymiz o'rtoqlar. Oshiqchasi kerak emas. Nimaga desangiz, mana bu ekinlarga juda ham soya berib yoradi. O'zi aslida mana bundan bitta chiqsa, mana bundan bitta chiqsa bo'ladi desam, qarang ko'payib ketibdi. Bizga mana shu ikkitasi yetadi. Mana shu ikkalasi. Qolganini bahridan o'taman o'rtoqlar. Kesib chopib tashlayman. Kerak emas, chunki mana bu ekinlarimga soya berib tashlaydi. Chopib tashlaymiz. Kerak emas. Mana shu bo'ladi, mana shu ikkitasi. Oshig'i oshiqcha. Chunki juda ko'p bo'lib ketsa ham bo'lmaydi o'rtoqlar. Mana loviyalarimiz chimbarklarini mana chiqazdi. Chimbark deyiladi, mana bu barglarini. Mana bu barglari, birinchi chiqadigan barglari mana bular chimbark o'rtoqlar. Mana shunaqa gaplar. Mana bu joyda ham mana salviyalarimiz juda chiroyli. O'sishyapti mana, katta bo'lishyapti salviyalarimiz mana. Shu salqin joylarda ham katta qilib oldim. Mana. Qarasangiz, ish qilib e'tibor qilsangiz bo'lar ekanda. Bu joyda mana astralar, mana bu joylarda ham siyraklatish kerak. Gultoji xo'rozlar o'zi chiqqan urug'idan to'kilib, chunki o'tgan yili mana shu joyda bor edi-da. Shulardan chiqqan. Endi mana bular mana o'smamiz. Mana endi o'smamiz rosa kuchayishga keldi o'rtoqlar. Otquloq bo'lib ketadi. Yaproqlar katta bo'lib mana. Mana shu ketadi. O'zi sanoqli mana. Ko'rsangiz sanoqli. Lekin hali bu shunaqangi katta bo'ladiki, xudo xolasa keyin ham ko'rsatib boraman buni sizlarga. Pomidorlarimizga mana bunday 4 qator qilib simlarni bog'lab oldik. Mana bunisi birinchi qator, birinchi qator mana ketgan joyini mana bundoq qilib, xoli qilib bog'lab qo'ydik.
Mana bu ikkinchi qatori, mana bu uchinchi qatori, mana bu mana to'rtinchi qator sim o'rtoqlar. Mana ikkala tarafga ham shunday qilib simlarni bog'lab oldik. Mana simga yetgan joylarini mana bunday qilib tarab qo'yildi mana. Mana gullarini bu tomonga chiqazib qo'yamiz mana. Holi qilib. Mana bu mana birinchi qator simimiz, bu ikkinchi qatori, mana bu uchinchi qator, mana bu to'rtinchi qator, mana 4 qator sim o'rtoqlar. Mana bunday qilib xomtaklarini mana bunday orasidan chiqqan barglarini olib, mana bu joylardan tozalab qo'ydik. Bu bachkalarini olmasangiz bo'lmaydi. Pomidor tanasiga berib yuboradi kuchini. Mevalariga berish kerak. Bu mana sal bo'yi pasrog'i yo'lga kiradi pomidori. Bu ham mana gullashga keldi o'rtoqlar, mana gulladi. Bo'yi hali juda unchalik baland emas. Hozir mana birinchi qator simimizga yetdi. Buni mana bog'lab qo'ydik. Mana bu joydan holi qilib. Keyin o'sib mana bu simga yetganda, keyin bu simga bog'laymiz o'rtoqlar. Mana endi bu tomoni, mana bu joydan bu yog'i nima? Cheri. Endi cheri deb berishgan edi. Bu navi sal boshqacharoq ekan. Mana o'zi gullaganda ko'rinib turibdi mana. Menimcha juda ko'p bo'lmaydi buniki. O'tgan yil ekkanimdagi mana bu shodada juda ham mevalari ko'p bo'lardi, qator bo'lardi. Bu boshqacharoq ekan. Mevasi menimcha kamroq bo'ladi. Mana hozir sanasak, mana shu qo'limdagi bir 6 ta 7 ta guli bor. Mana bu tuxum po'chog'i o'rtoqlar. Buni oftobga qo'yib qurityapman. Buni xovonchada tuyib, gullarimizni tuproqlariga solib qo'yamiz o'rtoqlar. Hozir bitta idish olib kelib savolaman. Mana bu cheri pomidorlarimiz, hozir ko'rsataman sizga. Meva tugib qopti. Mana mevasi o'rtoqlar, mana. Birinchi mevasi. Sekin mashla hammasi meva tugadi. Xudo xohlasa. Hozir mana bu idishimizga tuxum po'choqlarini terib olamiz. Bu gullarimizga o'g'it bo'ladi o'rtoqlar. Xovonchada mayda qilib tuyib, tuproqlariga solib qo'yamiz. Oqtoda quritdim-da. Masangiz bo'lmaydi-ku, yaxshi ezilmaydi. Mana. Tashavormaymiz buni ham bekorga. Gullarimizga o'g'it. O'rtoqlar. Ana. Tomorqamizdagi ishlarimiz shulardan iborat o'rtoqlar. Mana qiziqqan opa-singillarim uchun. Mana o'rganmoqchi bo'lganlar, mana men ko'rsatganimdek qilib pomidorlaringizni tarab olasiz. Mana. Endi sizlarga kallalarimni ham ko'rsatib qo'y o'rtoqlar. Mana kallalarim chiqdi. Mana. Ko'p bo'lib chiqishdi. Mana bular endi o'tmi, gulmi bilolmay turibman, bilmadim endi. Bu menimcha o't ekan o'rtoqlar. Gultoji xo'roz deb o'ylabman. Mana. Yana kalalarimiz keyin mana bu joyda bor. Mana. Qishda xudo xolasa bularni tuvakka olib qo'ymoqchimiz. Bugungi obzorimiz mana shulardan iborat. Hurmatli opa-singillar, obunachilar, hovlidagi go'zallik kanaliga xush kelibsiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obuna bo'lganlar kuzatishda davom eting. Obuna bo'lmagan opa-singiljonlar obuna bo'lib qo'ying. Like bosib qo'ying. Fikr mulohazalaringizni qoldiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.